Kirish so'z. Aqida bilmagan shaytonga aldur, agar 1000 yil amal deb qilsa yeldur. Alloh yer hikmatlaridan. Islom dini 14 asrdan ortiq uzoq tarixiy davomida ilmiy, madaniy, siyosiy va axloqiy jihatlarda ummat hayotida intayin gavdalik va g'olliq rol o'ynab keldi. Bu din aqidasimi ummatning moddiy va ma'naviy qurilishlarida sohalar aro ilgirlashning, taraqqiyot va gullanishning harakat mezoni, qurilma asosi bo'ldi. Xususan, bu din islom ummatining bir parchasi bo'lgan Uyg'ur millatining diniy e'tiqod manbasi bo'lib kelgan. Bu 1000 yil mobaynida millatdagi har bir tabiiy kishilarining ma'naviyati, ruhiyati, kishilik va ommaviy yasham shakli, yakka va kollektiv faoliyatlari, oilaviy va ijtimoiy munosabatlari hamda davlat aloqalariga qadar yetakchi rahbari, ma'naviy turiki, energiya manbasi, ilohiy ma'rifat bo'liqi bo'lib kelgan edi. Yegona yaratquchiga bo'lgan iymon, bu din bilan musharraflangan har bir iymon egisi uchun o'ziga xos dunyo qarash yaratgan. Haqqoniyat, adolat va mas'uliyat qarashining yadrosi, negizi bo'lgan edi. Afsuski, islom ummati o'zining yer yuzidagi posibonlik, rahbarlik va yetakchilik rolini yo'qotib qo'ygan. Risolat quyoshining parlaq nuri yer yuzidan ojizlashga qarab yuzlangan bu bir qancha yuz yillik tarixida turli sinoqlarni, qismat va mushaqqatlarni boshdan kechirdi. G'oliblik sharafiga nail bo'lishdan ko'proq mag'lubiyatning asiri bo'lishga majbur qoldi. Jumladan Uyg'urlarmi ummatning bir parchasi bo'lish sifati bilan bu xil tragediyalik qismatdan nasibasiz qolmadi. Ko'rayotganimizdek, bugungi kunda islomiy yetakchilik rolini qo'ldan bergan, yo'qotgan va Allohning omonatini joyida muhofazat qila olmagan millatlar ichida eng og'ir badal to'lagan bir xalq bor deyilsa, buning tipik o'rnagiga O'rta Osiyo musulmon millatlarini, uningmi ichida Uyg'ur millatini ko'rsatib o'tishga bo'ladi. Kunimizdagi reallikqa Allohning yer yuzida yo'lga qo'ygan qonuniyatlaridan o'zini o'zgartirishga yuzlanmagan millatning holini Allohmi o'zgartmaydi degan prinsip bo'yicha ko'zitish orqali shunday xulosa kelish mumkinki, uyg'onish, o'zgarish va yangilanish shak shubhasiz holda mag'lubiyatga xotima berishning, asoratdan qutulishning dastlabki qadami va yagona yo'lidir. Islom ummatining bugungi hamda umum dunyo vaziyati nuqtasidan qaragan chag'imizdami Uyg'ur xalqi navbatda g'aflat uyqusidan tuzukcha uyg'onishga, o'rnidan dast turg'izadigan, bukilgan qaddini tik qiladigan ma'naviy quvvatga, ruhiy energiyaga muhtoj. Shundaqla asorat kishanlaridan bo'shinib, parlaq kelajak qurib chiqish uchun o'zini yangidan shakllantirib chiqishga va mavjudligiga xiris bo'layotgan har turli tahdidlarga qarshi mustahkam qo'rg'onga jiddiy ehtiyoji bor. Darvaqa, kunimizda islom ummatiga zarur bo'layotgan ma'naviy ehtiyoj va ruhiy quvvat moddiy ehtiyojdan xili darajada ortib ketdi. Nisbatlashtirganimizda Uyg'urlarning bu quvvatdan oladigan nasibining kishini ejindiradigan darajada tuvanlab ketganligi, moddiy jihatdagi ojizlikqa qaraganda ma'naviy jihatdagi yo'qsizlikning asorat ta'sirida intayin fojialik va falaj holga tushib qolganligi o'rtada. Bugungi ilmiy taraqqiyotga bo'lgan moslashish qadamimi mo'ljalligisiz darajada asta va tuvan bo'lmoqda. Mana bularning hammasi har birimizdan to'lanayotgan ashu unumsiz badallarning, ichinishliq mag'lubiyatlarning manbasi va bosh omilini tepib chiqib hal qilinishini kutayotgan bo'lib, kunimizda bundaq bir majburiyat ustida bosh qotirish shar'iy nuqtadan har bir Uyg'ur uchun farz aynga, milliy nuqtadan Uyg'urlik burishga aylanib o'tib ketdi. Shubhisizki, bu o'zgarish va yangilanish bosqichida elishga tegishlik tunji qadam ruhiy quvvatimizning manbasi, nijotliq turiki, sunmas irodamiz va harakat kuchimizning katalizatori bo'lgan ilohiy aqidaga haqiqiy ma'noda qaytib kelishdir. Aqidani ruslash, e'tiqodni sog'lomlashtirish va miros xarakterini olgan e'tiqodni bilim ma'rifatga to'yingan, sog'lom asos va mustahkam tutqiga bog'langan haqiqiy va shaksiz iymonga aylantirish. Shuning bilan bir vaqtda tug'lashtirib o'tilgan, burmilib o'tilgan, hatto millat uchun voz kechilmas birlik manbasi bo'lish o'rniga ixtilof va gumon obyektiga aylantirib o'tilgan
diniy aqidalarimiz va qimmat qarashlarimizni aslidagi sap va suzuk holatiga qaytarib kelish. Javhar aqidaga ega bo'lib, birla tutqa atrofiga o'yshish navbatdagi qayta shakllanish va yangilanishning jiddiy taqozolardandir. Mahiyat jihatdan ilib aytganda, aqida demak mavjudlik demakdir. Aqida demak nijotlik demakdir. Faqat sog'lom aqidalar insonga uning insonligini tanitadi. Faqat sog'lom aqidalar insonga hayotning ma'nosini, yashashdagi g'oyasini ko'rsatib beradi. Islom ummati hammadan avval aqidasi bilan ummatdir. Bu ummat shalloq zafarlarni, olamshumul g'alabalarni qo'lga keltirgan bo'lsa, ana shu to'g'ri aqida va mustahkam iymon soyasida qo'lga kelgandir. Ajdodlarimiz aqida bilmagan shaytonga aldur deb nihoyatimi to'g'ri aytgan. O'tmishda musulmonlarning ruhi qancha to'g'ri aqida va suzuk iymon bilan sug'urilib, izzat va sha'nu shavkatga to'lib yashagan, mustahkam e'tiqodi turtkisida har jihatdan insoniyat karvonining boshlamchilariga aylangan bo'lsa, bugungi musulmonlarning mag'lubiyatida aqidaga bo'lgan jaholat, imoniy halovatdagi yo'qsizlik va bilim ma'rifat asosida shakllangan sog'lom aqidadan iborat buyuk tutqidan mahrumlik asosiy sabablar qatoridan o'rin egallagandir. Mana bu xil mahrumlik ummatning ruhiga kishan solmoqchi bo'lgan zolimlarning ishini qo'llashtirgan bo'lib, natijada mustahkam e'tiqod orqali qo'g'danmaslik, zulmning, xorliqning va ruhiy qulluqning maydoniga kelishiga zamin hozirlab keldi va kelmoqda. Jumladan, Uyg'ur millati buning asoratlarini eng ejinishli shaklda boshdan kechirmoqda. Tasvirlab bo'lg'isiz ig'ir bedellarni to'lamoqda. Shuni muayyanlashtirmak kerakki, payg'ambar boshchiligida o'tirg'i chiqqan buyuk islohotning eng avval to'g'ri aqidani barpo qilish bo'lganligi va buning tunji qadamining o'qish va bilishdan iborat bilim ma'rifat tortishdan, yagona yaratquchidan boshqa har qanday narsaga bosh egmaslik va to'g'ri e'tiqodga qaytish chaqiriqi ilib berishdan boshlanganligi hammaga ma'lum. Demak, payg'ambarning tunji chaqiriqi va vazifasi bilim bilan yo'g'rilgan, qalbda cho'nqur yildiz tortgan sog'lom iymonga qaytish chaqiriqi bo'lgan edi. Imoniy tarbiyaga ega qilish va mustahkam e'tiqod barpo qilish xizmati musulmonlar toki mavjud zolim tuzilmaning sirtmoqlarini buzib tashlab, jismoniyati va ruhiyatini qul qilish istikidagi barliq kuchlarga qarshi qaddini tik tutilgan, aslo bosh egmaydigan, g'albining aman o'zlariga kulib boqadiganligiga, haqqoniyatning cho'qim razillik ustidan g'olib keldiganligiga chin putadigan ruh umumlashganiga qadar davom qilgan edi. Bu buyuk islohot natijasida musulmonlarni parlaq kelajak kutib olgan edi. Ular aqidasi soyasida o'zlarining o'ttirahol va odil ummat ekanligiga ishongan bo'lib qolmay, o'zlarining yer yuzida adolatni barpo qilish mas'uliyati yuklangan ummat ekanligiga ishongan va hayotini bu ishonchni reallikqa aylantirish bilan o'tkazgan edi. Albatta, bundaq bir ulug'vor g'oya va tavranmas ruh orqasida bilim ma'rifatni asos, tushunib aqida qilishni prinsip qilgan ilohiy aqida bor bo'lib, musulmonlarni g'albiga ega qilgan iymon ana shu bilish va tushunishdan hosil bo'lgan iymon edi. Darhaqiqat, bilmay aqida qilish bilan bilib aqida qilish orasida osmon zamin farq bor. Bilmay qilingan aqida kuni kelib insonni shaytonga al qilsa, dushmanga mahkum, zolimga qul, kuchlik oldida jasoratsiz, dushman oldida xor va mazlum o'ringa tushirib qo'ydi. Vijdoniy tuyg'ularni o'ldirib, kishilikni yo'qotishga, kimligini unutishga olib boradi. Munqarizlikni tezlashtiradi. Bilib qilingan aqida hammadan avval insonga o'zining kimligini tunutadi. G'aflatdan saqlaydi, shayton changalidan qutuldiradi. Zolimning zulmidan va uningga mahkum bo'lishdan xalos qilib, insonga Allohdan o'zgiga bo'y egmaslikdan iborat hurlik va azizlikni baxsh etadi. Ming afsus, shalloq madaniyatimizning julosi, milliy kulturimizning biyiligi, hayotimizning ma'nosi, muvaffaqiyat va g'alabalarimizning siri bo'lgan aqida yo'limizni ona tilimizda yo'ritib bergan ajdodlarimiz aqida qilib kelgan bu buyuk dinning mukammal aqidasini tushuntirib beradigan biror mufassal asar yo'qning o'rnida bo'lib keldi. Ilmiy taraqqiyot eng yuqori saviyada ilgirlab ketayotgan bu davrga kelibmi, islomning aqida nazariyasini sharhlab, millatning diniy e'tiqod xaritasini sizib bergan biror mufassal qomus qo'limizga tekkani yo'q. Mahmud Kashg'ariy bundan 1000 yil avval
tunji Uyg'ur dunyo xaritasini sizib chiqish bilan bu millatning ufuqining olamshumulligini ko'rsatib bergan bo'lsa, Yusuf Xos Hojib millatning mavjudlik o'lining barqarorligini, mangulik saodat va hurlik qimmat qarashining dunyoviy namunaga ega ekanligini namoyon qilish va buni abadiylashtirish orzusida millatning ideal davlat hamda ijtimoiy va siyosiy axloq mexanizmini xarid qilgan Qutat G'ubiylik asarni taqdim etgan edi. Mana mushundoq avlodma-avlod qimmati yo'qolmaydigan bebaho miroslarga ega bo'lishimizga qaramay, 1000 yildan keyingi bugungi kunga yetib kelibmi, ta hozirga qadar millatning kulturi va madaniyat qurilmasining tashkiliy qismi bo'lgan diniy e'tiqod sistemasini ana tilda, Qur'on va sunnat ruhiga uyg'un, shundoqla yuksak aqliy va falsafiy bayonlarga to'yingan, muhimi millatning qo'ynida o'sgan har bir Uyg'urning bu jihatdagi ehtiyojini bemalol qamdiyalaydigan, millatning diniy tafakkur va falsafiy dunyoqarashini, mavjudiyat falsafasini yuritib beradigan biror mufassal asarning borliqqa kelib bo'lolmaganligi kishini haqiqatanmi o'yga solmay turolmaydi. Bugünkidek tragediyalik qismatlarimizdan ma'lum bo'lyaptidiki, biz har qatim ko'zlarimizga qarshi shiddatli krizislarning mavjudiyatimizga, tilimizga, dinimizga va madaniyatimizga kelayotgan xarajlarning eng chong zarbasining oldi bilan aqida sistemamizga, bizni biz qilib turgan iymon e'tiqodimizga qaratilayotganligi, har turli besim va xarajlar oldida millatning e'tiqod qurilmasining barg'ancha chekinish va yemirilishga qarab ketayotganligi ko'z oldimizga tashlanib turdi. Bundaq chaqlarda qo'ldan berib qo'yganlarimizni to'ldirishning ko'yiga tushib, avlodlarimizning biz uchragan qismatga uchramasligi, biz ko'rgan qabohatni ko'rmaslik uchun to'g'ri aqidaning naqadar muhimligini tunib edimiz. Biroq e'tiqod qilib kelgan dinning aqidasini bevosita ana tilda cho'nqurlab tushunish va astoydil bilib chiqishdan diniy e'tiqodimizning haqiqatini aqli, naqli, falsafaviy, ilmiy bilimlar asosida tunishib chiqishdan ojiz bo'lganligimiz tufayli o'zingda yo'q, olamda yo'q tamsili kabi ilojsiz qolmoqdamiz. Yana kelib, navbatda biz yangi davr aqliyatiga bob keladigan, hozirgi zamon aqliy va ilmiy tadqiqot o'lchamiga uyg'unlashgan hamda e'tiqodimizga qarshi kelayotgan har turlik ideologiyalarga yuqori saviyada javob bera oladigan, shundaqla bu dinning e'tiqod sistemasini ilmiy sharhlab bera oladigan ensiklopedik qo'llanmaga, e'tiqodiy kirizislarimizga chora bo'ladigan bilim xazinasiga, hayotlik safarimizda Alloh huzurini nishon qilgan bu ulug' yo'lning to'g'ri xaritasiga muhtoj bo'layotgan bu zamonda yangi asarning talab taqozolariga loyiqlashgan, mavjud krizislarga hal qilg'uch chora va chiqish yo'lini ko'rsatib bera oladigan millatning ideya qurilishi va sog'lom tafakkur andizasini barliqqa keltirish uchun amaliy xizmatlarni ro'yobga chiqara oladigan layoqatlik biror ilmiy qo'shing'imi ega bo'lib bo'lolmayotimiz. Yegani yaratquchi nomli bu asar ana shu qatma-qat ehtiyoj va zaruriyatlar turtkisida ro'yobga chiqqan, millatning bilim xazinasida kam bo'layotgan, shundaqla davrning jiddiy talabiga uyg'unlashish va diniy ilm tariximizda to'ldirilmasi bo'lmaydigan muhim bo'shliqlarni to'ldirish ko'zlangan tadqiqot xarakterlik asardir. Ilmiy mas'uliyat nuqtasidan qaragan chaqdimi, islom aqidasini bugungi davr insonlarga mushu davr va mushu asrning tilida bayon qilish, bugungi dunyo insonlarining aqliyati, ilmiy va madaniy saposi ko'zda tutilgan asosda izohlab chiqish jiddiy zaruriyatlar hamda qilinmasi bo'lmaydigan ta'xirsiz xizmatlarning biridir. Bo'libmi, bundoq bir qurilish xarakteridagi ilmiy xizmatlarni ro'yobga chiqarish Uyg'urdek islom madaniyatining gullanishi va taraqqiyotiga cho'nqur tarixiy izlarni qoldirgan, o'chmas tuhfalarni qo'shgan bir millatning milliy mavjudligini kafolatga ega qilishda, kelajak taqdirini belgilash va qurib chiqishda ishga oshirilmasi bo'lmaydigan muhim xizmatlardan biridir. Shundaqla 1000 yildan beri ishinib kelgan bir dinning e'tiqod sistemasini yangi davr ilmiy tadqiqot yo'nalishi asosida tunib chiqish 21-asrda yashayotgan har bir iymonli Uyg'ur uchun aqidasi oldidagi va bu aqidaning egasi bo'lgan ulug' Allohning oldidagi musulmonlik majburiyatidir. Bu asar ana shundoq tarixiy bir davrning ta'xirsiz va jiddiy taqozolarining mahsuli bo'lib, kitobda islom aqidasining tunji asosi va mangulik shuari bo'lgan
yegona Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q degan ilohiy chaqiriqning aqli, naqli va bugungi davr tilida keng umumlashayotgan ilmiy asosi bir qadar mufassal shaklda izohlab chiqilgan. Asarning alohidaligi va nishoni